Jizzax viloyatidan kelgan 12 mashinamizga 65 talik silindr balon qo'yib berdik. Buni joylashiga bitta ahamiyat berib, e'tibor berib, baho berib qo'yamiz do'stlar. 12 yuradigan akalarga propan qo'yadigan bo'lsa, tavsiya beramiz. Mana shunday 65 talik qo'yish tavsiyasini beramiz. Sababi 47 talik zapasgan joyi qo'yadigan bo'lsak, hamma biladi, buni zapaskamiz kichkinaligi sabab ko'tarilib qoladi, polimiz ham udobni joylashib qoladi. O'shaning uchun tavsiya 65 silindr. Bu balon bilan xudo xolasa danligi 700 kilometrgacha probeg beradi. Oldi tarafini bitta obzor qilib qo'yamiz. Mana oldi taraflari ishimiz ahamiyat beradigan narsalar jihozlarda bo'ladi. Oldi tarafda jihozlar original bo'lishi kerak. Agar padelkasini qo'yadigan bo'lsak, ertaga muammo o'zimizda bo'ladi do'stlar. Bu yoqqa yugur, bu yoqqa yugur, sarson bo'lamiz. O'shaning uchun arzoniga qiziqmasdan qo'yiladigan jihozga e'tiborli bo'linglar. Arzon ekan deb qo'yadigan bo'lsak, ertaga padelkasini qo'yib bersa, muammo o'zimizda bo'ladi. Gulustanga sifatli xizmat taklif qilamiz.